Mana bu videoni hammalaringiz ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Ya'ni fahshni, zinoni, behayolikni targ'ib qilib yuruvchi bloger bola 10 sutkaga qamaldi. Xo'p, biz bundan xursandmizmi? Qonun ustuvor bo'lganligi uchun, behayolik to'xtatilganligi uchun xursandmiz. Ammo bu vatandoshimiz va birodarimiz uchun xursand emasmiz. Ya'ni qamalgani zo'r bo'pti, o'sha yerda chirib ketsin, xor bo'lsin, battar bo'lsin, yo'q bo'lib ketsin degan gaplarni biz aytmaymiz. Biz tavbasi chin bo'lsin, tavbasi qabul bo'lsin va bu fahsh ishlarga, behayolikni targ'ib qilishga boshqa qaytmasin deymiz. Chunki biz odamlarga yomonlikni emas, yaxshilikni ilinadigan ummatmiz. Bizni yo'lboshchimiz shuni bizga buyurgan. Ya'ni insonlarni yaxshilikka boshlab, yomonlikdan qaytaringlar degan. Ammo shu o'rinda meni bu yigitni qilgan ishini qo'llab-quvvatlab, bu yigitga obuna bo'lib, podpiska bosib, like bosib, uni tarqatgan millionlagan xalqimizga ham, insonlarga ham murojaatim bor. Aziz vatandoshlar, bunaqa fahsh videolarni aslo tarqatmang. Behayolikni, zinoni, fahshni, bachkanalikni targ'ib qiladigan, ayollarni ochiqdan ochiq yalang'och videolarni va rasmlarini tarqatadigan, o'zini avrat tanasini butun ijtimoiy tarmoqqa tarqatib video qo'yadiganlarni qo'llab-quvvatlamang. Ularga like bosmang, ularni targ'ib qilmang, podelitsiya qilmang, izohlariga yorib qo'yding, zo'r bo'ldi, dahshat bo'ldi deb izoh qoldirmang. Yo'qsa yomonlikka rozi bo'lgan, yomonlikni targ'ib qilgan, yomonlikni qilganlar bilan bir xil bo'lib qolasiz va buning hisobi juda og'ir bo'ladi. Va qolgan mana shunday fahshni targ'ib qilayotgan blogerlarga ham ko'zlaringni ochinglar. Qonundan, hisob berishdan hech kim hali qochib qutulgani yo'q, qochib qutula olmaysizlar ham. Zotan bundan bir necha yil avval sizlarni bitta mana shunaqa fahshni targ'ib qiladigan demak kasbdoshinglar bu dunyodan ketdi. Sizlar ham bu dunyodan ketasizlar, ketgunlaringgacha ham javob berasizlar, ketgandan keyin ham javob berasizlar. Ortlaringdan fahsh, fohisha, zinoni targ'ib qiladigan yomon videolar qoldirib o'lmanglar. O'lgunlaringcha tavba qilib qolinglarda, mana shu qamalgunlaringgacha tavba qilib ko'zlaringni ochinglar. Bu millatni, bu vatanni, bu xalqni qadriyatlarini oyoq osti qilishga hech kimning haqqi yo'q. Hech kimni.